Husanov haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Abduqodir, familiyasi Husanov, millati o'zbek. 2004-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Tug'ilgan sanasi 29-fevral va bu sana 4 yilda bir keladi. Otasi ham futbolchi bo'lgan va himoyada o'ynagan, lekin o'g'li hujumchi bo'lishini xohlagan. Husanov yoshligida hujumchi bo'lgan. Manchester City futbolchisi hisoblanadi. Cityga transfer summasi 40 million yevroni tashkil etgan. Bu transferni shaxsan Gvardiola xohlagan. Transfer 2029-yilgacha imzolangan. Transfer marketdagi bahosi esa 12 million yevro va bu summa Ronaldonikidan ham qimmat. Osiyo bo'yicha eng qimmat sotilgan futbolchi hisoblanadi. Pozitsiyasi markaziy himoyachi. Gvardiola uni o'ng qanot himoyasida o'ynatyapti. Himoyaning istalgan chizig'ida o'ynay oladi. Professional faoliyatini Bunyodkorda boshlagan, lekin Bunyodkor Husanovni asosiy tarkibga olmagan. 16 yoshda energetik buguga o'tgan. U yerda 1 yil tarkibga tusha olmagan va faqat shug'ullanib yurgan. Energetik bugu safida 35 ta o'yinda maydonga tushgan va 4 ta gol va 4 ta assistni amalga oshirgan. 2023-yil 24-iyulda Lans klubi bilan shartnoma imzolagan. O'zbekiston tarixidagi Liga 1da o'ynagan ilk o'yinchi. 2023-yildan milliy terma jamoada o'ynashni boshlagan. Ingliz tilini bilmaydi. Cityning 3-darvozaboni Ortega bilan mashq qilishni yoqtiradi. Chelsiga qarshi debyut o'yini juda omadsiz bo'lgan. Asosan 3 tadan iborat himoya chizig'ida o'ynashga moslashgan. Husanovning otasi uning eng katta motivatsiya beruvchisi hisoblanadi. MTG'dagi birinchi debyuti Umonga qarshi o'yinda bo'lgan. Lansdagi debyutini Wolfsburgga qarshi qilgan. Husanovning bo'yi 190 cm, og'irligi 85 kg. Intervyular berishni yoqtirmaydi. Futbol o'ynashdan ko'ra intervyu berish qiyin deb hisoblaydi. Husanovning ukasi ham futbolchi. Yoshligida boks bilan shug'ullangan. Professional faoliyatidagi ilk golini Lemon Grodo klubiga kiritgan. 2022-yil 19 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar jamoasida debyut qilgan. 2023-yil mart oyida Osiyo kubogida chempionlikni qo'lga kiritgan. Real Madridga qarshi javob o'yinida to'liq o'yin o'tkazdi va Viniciusga umuman imkon bermadi. O'yindan keyin 7 ball oldi. Husanov shaxsiy hayotini ko'rsatishni yoqtirmaydi. Kompyuter o'yinlariga qiziqadi. Futbol bo'yicha virtual musobaqalarda qatnashib turadi. Instagram sahifasida 434 ming obunachisi bor va 55 ta post joylagan. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda unchalik faol emas. O'yindan keyin futbolchilar bilan futbolka almashtirishni yoqtirmaydi. City'dagi ikkinchi o'yinida gol urishga erishgan. Maxsus dietada yuradi. Asosiy maqsadi O'zbekiston milliy jamoasini jahon chempionatiga olib chiqish. Stol tenisi o'ynashni yaxshi ko'radi. 2024-yilda Xalqaro futbol tarixi federatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshi yosh o'yinchisi nomzodiga kiritilgan. Husanovga Fransiya muxlislari tomonidan o'zbek tilida minnatdorchilik bildirilgan. Yoshligidan top 5 klublariga o'ynashni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Abbos Fayzulayev bilan yaqin do'st. Lansdagi murabbiyi Abduqodirni o'z o'g'lidek ko'radi. Abduqodir 45 raqamida o'ynaydi. Bunyodkor Abduqodir orqasidan deyarli 22 milliard foyda ko'rdi. APLda o'ynagan ilk o'zbek. Har bir o'yinidan keyin editlari internetda aylanadi. City'dagi oylik maoshi 290 ming yevro. FC25dagi reytingi 72 ni tashkil qiladi. O'ng oyoq futbolchisi. Milliy jamoada jamoadoshlari sensirashga ruxsat berishgan, lekin sensiramagan. Lans futbolchilari bilan xayrlashish davomida Radius 21 ning Dubai qo'shig'ini aytib bergan. Lans Husanovning transferini taniqli agent Jorge Mendesga topshirgan. Mojito gol ichimligini reklama qilgan. Eng yaxshi ko'rgan taomi osh. Bunyodkor akademiyasiga amaksi olib borgan. Belarus klubiga o'tganda hatto rus tilini bilmagan, lekin keyinchalik o'rganib olgan. Belarus klubidagi ilk maoshini ota-onasiga sovg'a qilgan. Lansda 25 raqamida o'ynagan. Real Madrid Husanov transferiga qiziqqan. Milliy termamiz safida 18 o'yinda maydonga tushgan. Energetik bugu safida 45 raqam ostida o'ynagan va debyut o'yinida 2 ta assist qilishga ulgurgan. Taniqli insider Romanoning o'zi Husanovning Insta sahifasiga obuna bo'lgan. 2024-yil oktyabrda
Husanov Liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan. Himoyachi bo'lishiga qaramasdan, jarima zarbasidan ham yaxshi zarba bera oladi. Ronaldoning o'yini va hayotidan motivatsiya oladi. City muxlislari Husanov haqida qo'shiq yozishgan va Jeki Chan deb laqab qo'yishgan. Chelsea bilan o'yindagi xatosidan keyin City muxlislari olqishlab motivatsiya berishgan. Gvardiola intervyusida Husanovni Cityning kelajagi deb aytgan. Akanjining jarohatidan keyin asosiy tarkib o'yinchisiga aylandi. Rus kommentatorlari Husanov o'yinlarini heyt qilishyapti. Gvardiola Reis va Husanov tanlovida hamyurtimizni tanlagan. Real Madridga qarshi o'yinda Husanov alohida samolyotda ketgan, lekin bu haqida City rasmiy bayonot bermagan.